Gulnoza, tomoshabinlarimizga yanada qiziqarliroq bo'lishi uchun, balki sizni kimdir bugun birinchi marta ko'rib turgandir. O'shalar uchun, siz haqingizda batafsil ma'lumotga ega bo'lishlari uchun men shaxsiy savollar tayyorlab qo'yganman. Bu blitz savollar deyiladi va bunga siz tez-tez javob berishingiz kerak. Tayyormisiz? Xo'p, bo'ladi, tayyorman. Demak, birinchi savol. Eng ko'p eshitadigan muammo nimadan iborat? Xiyonat. O'zingni sev degani aslida nimani anglatadi? O'zingga boringcha qaray olishing. Siz ham psixologga borganmisiz? Doim boraman. Ruhiy sog'liq muhimmi yoki jismoniy sog'liqmi? Jismoniy sog'lom bo'lish uchun ruhiy sog'lom bo'lish kerak eng avvalambor. Toksik inson deganda kimni tushunasiz? Sizni bor energiya va quvvatingizni so'raydigan inson. Birinchi sevgi haqida nima deysiz? Shunchaki romantik afsonami yoki real ruhiy iz? Buni qanaqa sevganga bog'liq. Qanday sevgan bo'lsangiz, u sizda shunday iz qoldiradi. Stressdan chiqish uchun 10 soniyalik eng samarali maslahat. Nafas. Ota-onalar farzandlarida eng ko'p qanday xatoni takrorlaydi? Ota-onalar farzandlarida eng ko'p farzandlari uchun demoqchisizda. Ota-onalar eng avvalambor Farzand tarbiyasida desak ham bo'ladi. O'zlarini bor kamchiliklarini, holatlarini farzandlariga ko'rsatib qo'yishadi. Meni 3 so'z bilan tahlil qilib ko'ring. Sizni tarbiyali, ilmli, to'xtamas. Rahmat. Ideal odam bormi? Yo'q. Ruhiy charchoqni tanada qanday sezsa bo'ladi? Tana har doim belgi beradi, kasalliklar orqali. Sizni nima g'azablantiradi? Yolg'on. Biror odatni o'zgartirish uchun necha kun kerak? Eng kami 40 kun. Munosabatlardagi eng keng tarqalgan muammo. Bir-birini tushunmaslik va eshitmaslik. Psixologga boradiganlar telba degan stereotipga nima deysiz? Tan olaman, biz telbamiz. Hamma bilishi kerak bo'lgan bitta psixologik haqiqat. Dunyo sendan boshlanadi. Siz hayotingizda biror narsadan pushaymonmisiz? Ha. Nimadan? Bu ilmlarni avvalroq o'rganmaganimdan. Agar inson faqat bitta hisni saqlab qola olsa, qaysi biri bo'lishi kerak? O'zi bilan rostgo'y bo'lishi. Psixolog bo'lmagan bo'lsangiz, kim bo'lgan bo'lar edingiz? Advokat. Rahmat. Endi hayotiy va kinoyali savollar. G'ururingiz necha yoshgacha bokira bo'lgan? G'urur. Turmushga chiqmaguncha. Haqiqiy do'stlik qancha vaqt yashaydi deb o'ylaysiz? Yashamaydi, haqiqiy do'stlik yo'q. Nima uchun biz ba'zida eng yaqin odamga eng ko'p gapiramiz? Chunki ularni juda ham qattiq sevamiz. O'zini sevish deganda o'zingizga necha oylik halol bo'lasiz? 90%. Hayotdagi eng katta yutug'ingiz nima? Pul, sevgi yoki vaqt? Vaqt. Nega aynan? Chunki aynan pul va sevgini har doim topish mumkin, lekin vaqtni topib bo'lmaydi. Yo'qotilgan vaqtni. Nega ba'zan eng kuchli odamlar ko'z yoshlarini yashirishga urinadi? Aslida juda ham ojiz bo'lishgani uchun. Ojizliklarini ko'rsatmaslik uchun. Rahmat.